Mana bu haqiqiy Şinjan. Nüfusu 24 milyon 870 bin. Өлkü merkezi Ürümçi. Şinjan bolsa denizden en yirak bolgan şehir. Şinjan dövlətimizdeki quruqluq yer kölemi en çoğ bolgan өлkələrning birisi. Bugün bu filmni ko'rgandan keyin sizning Şinjanga bolgan tunuşunuz texmi cho'nqirlashidi. Biz avval Şinjanning qayerda ekanligini bilib baqayli. Şinjan dövlətimizning g'arbiy qismiga joylashgan. Osiyo cho'ng quruqliqning markazi. O'rta va Janubiy Osiyoga cho'nqirlab kirsak, Guyaning jo'grafiyalik qurilmasi intayin murakkab. Şinjan 8 davlat va 3 o'lkaga qo'shni. Dövlətimizdeki qo'shni davlati eng ko'p o'lka. Şinjan ayrım malda Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston bilan qo'shni keladi. Şinjanga qo'shni bo'lgan yaqin o'lkalar bo'lsa, Shizang, Qinghai, Gansu qatorliqlar. Undaqda Şinjan zodi qanchalik cho'ng. Şinjanning egallagan umumiy yer ko'lami davlatimizning umumiy yer ko'lamining oldidan bir qismini egallaydi. Onunğa qarashli viloyat darajalik shahar Baynog'ul avtonom oblasti bo'lsa, mamlakatimizga ko'lami eng cho'ng bo'lgan viloyat darajalik ma'muriy rayon. Onun ko'lami filmda ko'rsatilgan janubdagi 4 o'lkaning umumiy yer ko'lamidan cho'ng chiqadi. Janub-shimol tuzsiziq oraliqi 1811 kilometr keladi. Bu oraliq taxminan Beijingdan Guangzhouga bo'lgan oraliqqa to'g'ri keladi. Sharq-g'arb tuzsiziqlik oraliq uzunligi 1970 kilometr. Yani Shanghaydan Qinghayning o'lka markazi bo'lgan Xining shahrining oraliqiga teng. Filmni ko'rib musharga kelganda nemishqa Şinjanga malsosi haqsiz emas ekanligini bilib yetasiz. Uch tog' orasidagi ikki o'ymonlik bo'lsa, kishilarning Şinjang yer shakliga bo'lgan bevosita kuzatish ta'siri. Shimoliy qismida Oltay teg'i, o'rta qismida Tangir teg'ini kesib o'tadi. G'arbiy qismida Qarqurum teg'i, janubida Koilon va Oltin teg'i bor. Shimoliy Şinjangda Jungar o'ymonligi, janubiy Şinjangda Tarim o'ymonligi bor. Şinjangda faqat 3 tog' ikki o'ymonlik bo'lib qolmasdan, uningdan boshqa yana Eli daryo vodisi, Turpan o'ymonligi bor. Şinjangning eng yuqori nuqtasiga joylashgan Qarqurum teg'ining cho'g'ri cho'qqisi bo'lsa, dunyodagi ikkinchi egiz cho'qqi hisoblanadi. Dengiz yuzining egizligi 8611 metr. Turpandagi Aydin ko'lining dengiz yuzining egizligi 155 metr. O'lik dengizning qasli dunyodagi ikkinchi cho'ng o'ymonlik. İkisining orasidagi egizlik farqi 8766 metr. Şinjangda yana dunyodagi 5 cho'ng ichki daryo bor. Umum uzunluğu 2000 kilometrdan aşılan Tarim deryosi bo'lsa, Janubiy Şinjangdagi ana daryo hisoblanadi. Tarim daryosi Tarim o'ymonligining atrofidagi bo'stonliqlarni oziqlantiradi. Janubiy Şinjangdagi barliq shahar bozorlar uni o'rab turadi. Shimoliy Şinjangning Altay viloyatidan boysangan Ertish daryosi bo'lsa, davlatimizdagi birdan-bir shimol muz okean quyilgan daryo hisoblanadi. Hamda Eli daryo vodisini ko'rib baqayli. Bu Tinch okean. Bu davlatimizga birdan-bir illiq havo iqlim kiralaydigan joy. Bu yerning o'lig'in miqdori Shimoliy Jungo tuzlanligidagi har qanday shaharnikidan ko'p. Davlatimizdagi eng issiq joy Turpandagi Yalqin tog'. Bu yerning yozdagi eng yuqori temperaturasi 47 dan 18 gradus. Bu yerning yillik o'lig'in miqdori 16 mm. Ya'ni davlatimizdagi eng qurg'oq rayonlarning birisi deyishga bo'ladi. Vaqt farqi Şinjangning bir cho'ng aloyidaligi hisoblanadi. Davlatimiz va Şinjangning eng g'arbiy qismi bo'lgan Pamir egizligi bilan davlatimizning sharqiy uchi bo'lgan Xeylonjangdagi Ussuri daryosining eg'izining oraliqi 5 vaqt rayoni farq qiladi. Vaqt oraliqi taxminan 4 soatga yaqinlashadi. Xeylonjangliklar shirin uyquda uxlayotganda Şinjangda endi qorong'i tushgan bo'ladi. Bugun ko'pchilik so'zlab berganim hech qancha narsa emas. Davlatning oldidan bir qismini egallab yotgan bunday joyda tugatkisiz nurg'un hikoyalar bor. Yiroqlikdan boshqa Şinjangning so'zligidek hech qanday kamchiligi yo'q. Onun güzelliği sizge muhtaç. 抖音